Assalomu alaykum. Navbatdagi darvozamizni Andijon viloyati O'rmonbeyga o'rnatib edik. Samarqand posondagi darvozamiz ideal holatda sunovga bo'ldi. Xo'p, darvozaning razmeri eni 4 metr bo'lgan. Bunga qo'shimcha tarzda ikkita yoniga 35 sm dan 70 sm adnelechka qilib berganmiz. TVC 45 sm. Darvozamiz 2 qavatli varianti bo'lgan. Ikkita stoykasi tagi yo'llari 12 rossiyskiy shvillarda bo'lgan. Xo'p, ramka profillari 8 ga 4, ichlari 6 ga 4. Listi birinchi qavati 2 list bo'lgan, ikkinchi qavati riflonka list. Kraskamiz har doimgidagi original korishneviy banishni devo kraskasi berganmiz. Ustini gold svetda tilla rangda ajratib berganmiz. Zamogimiz ham Firday firmani original zamogi. O'chirib yopilishlari ham juda ham yengil holatda bo'lgan. Gullarini ham o'ziga yarashgan holatda, zich holatda qilib tayyorlab edik. Ideal holatda chiqdi darvozamiz.